Salom qizlarjonlar, hammaga xayrli kun. Qaranglar qizlarjonlar, bugun menga sovg'alar keldi. Mel, glinalar menga bir muxlisim yuvaribdi. Shularni yeb asmar qilib bering, iltimos deb yuvaribdi. Rahmat, baraka topsin. Qaranglar qizlarjonlar, menga qanaqa mel glinalar yuvaribdi. Bu halva mel bu. Bu Alyonka mel dedi buni. Shunaqa deb yuvardim dedi. Keyin bu sevrikova, yarmi sevrikova bor ichida, yarmi vatutin bor ekan bunda. Bu Rozi o'zbekchani yaxshi ko'rganim uchun bundan sal ko'proq yuvaribdi. Bu ko'ksol glinasi bu. Ko'ksol. Xuddi buni Rozi o'zbekchaga o'xshagan yutimi juda ham mayin bo'ladi. Bu ko'ksol, bu Rozi o'zbekcha, lekin yutimi bir xil, umuman g'ichirlari bo'lmaydi. Shundan yuvaribdi. Keyin klassika mel yuvaribdi. Qaranglar qizlarjonlar, qanaqa chiroyli. Klassika mel. Shularni menga sovg'a qilib yuvaribdi. Efir qilib asmar qilib bering deb. Keyin mana bunaqa bitta shirinligi bilan. Rahmat qizlarjonlar, salomat bo'linglar. Nasib qilsa shulardan sizlarga yeb asmar qilib beraman.